Normal masaj qilingan. Hozir nima o'yin bo'lyapti? Bo'ldi, tamom, без проблем. Do'stlar, mana hozir ko'rib turishlaringiz mumkin, dahshat bir masaj oldim akalar. Men har doim do'stlar mana shu sport zalimdan keyin kelamandan mana shu hijamaga kelib masaj olaman. Nima uchun? Chunki bu hijami bilasizlar, yaqinda ochdik. Kelishlaring mumkin do'stlar. Kim agar masaj olmoqchi bo'lsa, mana shu hijamiga kelib, qaysi taqalarning orqalaridan kelsanglar, ancha kelishtirib, ancha chiroyli qilib narx qilib beradi do'stlar. Keyin aytgancha, agar mana bunaqa apparatlardan do'stlar kerak bo'lsa, yaqinda 5 ta o'ynaladi do'stlar. 5 ta bu. Buni yutib boshlash uchun nima qilishdan keyin sharti juda ham oson. Podpiska boshlari kerak hijamiga. O'shandan keyin kelsanglar mana shu yerda hijamiga yutib olishlari mumkin do'stlar. Davay, shoshilinglar. Zo'r ekan lekin.